хотел всех поприветствовать от имени нашей компании, пожелать всем хорошего настроения, хороших достижений. И мы очень рады, на самом деле, быть на этот раз не просто как участники, но и партнерами этого замечательного мероприятия, которое все ждали уже на протяжении года. Спасибо большое, доброго вечера, хорошего настроения. Мы начали продвигать нашу услугу посредством вот такого-то глагола «забтсить». Честно говоря, не на русском языке, так как мы находимся в Узбекистане, на узбекском языке оно звучит немного более понятнее, скажем так, да, это «бтс-ляш», «бтс-лавораш», «бтс-ланда» и так далее. И как раз-таки про это мы хотели бы рассказать, какой он эффект дал. yilda O'zbekistondagi yetakchi Экспресс почта. Давайте поаплодируем. BTS Экспресс, лидирующая экспресс-почта Узбекистана в 2025 году. Я уверен в том, что это высшая степень. Остальные сейчас еще, наверное, работают где-то в офисе. Mavsum davomida birgalikda mehnat qilinadi. Mukofotni olgani ham birgalikda chiqish kerak. Haqiqiy jamoa, katta jamoa, mas'uliyatli jamoa va barakalla deymiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi tadbir mehmonlari, mezbonlari. Bugun jamoamiz bilan chiqishga qaror qildik. Umumiy olganda 1,5 mingdan oshiq jamoa bilan O'zbekistonda, bundan tashqari xalqaro bozorda tezkor yetkazib berish va logistika xizmatlarini ko'rsatib kelamiz va umumiy logistika xizmatlarini kompleks ko'rsatayotgan O'zbekistondagi yagona brend desak ham bo'ladi. 22-yildan beri boshlaganmiz. U paytda brendni yutishda butun boshqacha, qiyinroq anaqa etaplardan o'tardik. Oxirgi 5 yillikda o'sha brendni rebrendingi va umumiy bozordagi pozitsiya nuqtai nazaridan ham strategiya bo'yicha juda katta ishlarni amalga oshirdik. 2020-yil bilan solishtiradigan bo'lsak, taxminan 100 ga yaqin xodim, 15 ga yaqin filial edi. Oxirgi 5 yillikda hozirgi natijalarimizni sababchilari jamoa. Ma'lum bir qismi o'sha yo'nalishimiz rahbarlari bilan chiqib turibmiz. Orqada 1,5 mingga yaqin jamoa bor. Birinchi navbatda bularga kattakon tashakkur bildirmoqchiman. Keyingi navbatda sizlarga ushbu shunga o'xshagan katta tadbirlarni tashkillashtirib, 1 yil qilgan mehnatimizni o'zimizga ham ko'rsatishni bitta usullaridan bittasi. Buning uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Harakatdan to'xtamaymiz, mana shu xalqimizga xizmat qilishdan charchamaymiz. Kattakon rahmat jamoaga va sizlarga ham. Biz ham o'z navbatida katta rahmat deymiz. Haqiqatan ham ajoyib, munosib mukofot.